Avvalambor assalomu alaykum Yagonam tabrik agentligining obunachilari. Bugun biz yana bir otajonimizni xonadonlariga ularning shukronali ayyomlari bilan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Bugun o'z tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan Nurmurod akamizni muborak yoshlari bilan chiroyli qilib xursand qilamiz. Albatta, musof yurtlarda yurgan farzandlari tomonidan ko'ngillarini ko'tarib, ajoyib sovg'alarimizni topshirib chiqamiz. Amakijon shukronali ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Mana shu musof yurtlarda yurgan akalarimiz, opalarimiz tomonidan hamda Nigora opamiz tomonidan, kuyovingiz Shahroz akamiz tomonidan mana shunday ajoyib sovg'alarni qabul qilasiz. Shukronali ayyomlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Aytgancha, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni unutmang. Marhamat. Turibman ko'ksim kirib, g'urur saqayasida, yuribman davrim surib, dadamning soyasida. Ravon umr yo'llarim, gulzarungu so'llarim. Kutib oling, sizning baxtli kunlaringizni o'zgacha ruhda, yangi g'oyalar, musiqalar, shoular bilan qarshingizda siz kutgan va siz bilgan ijodiy jamoa Yagonam tabrik agentligi. Qadri cheksiz, qalbida keksiz, dasturi Qur'on, vatani jannat. Payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bo'lgan aziz yurtdoshlar, avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum mana shu xonadonning aziz sohib va sohibalari. Mana bugun sizlarning orangizda o'z tug'ilgan kunlarini, shukronalik ayyomlarini nishonlayotgan Nurmurod amakijonimiz muboraklar deb chiroyli qarsakiylar sadosi ostida davramiz markaziy mana shunday ajoyib sovg'alarimiz yonlariga amakimizni lutf ila taklif etamiz. Marhamat, shukronali ayyomlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Marhamat amakijon. Ravon umr yo'llarim, gulzor ungi so'llarim, kutitar kunlarim, dadamni so'zida. Dadamni soyasida, yuribman davrim surib, dadamni soyasida, dadamni soyasida, dadamni soyasida, yuribman davrim surib, dadamni soyasida. Assalomu alaykum, shukronali ayyomlar muborak bo'lsin. Mana bugun sizning xonadoningizga, sizning yo'qlash shukronali ayyomlaringiz bilan tabriklash uchun Yagonam tabrik ijodkorlari mana shunday fayzli ko'rkam xonadoningizga tashrif buyurdik. Birinchi navbatda barcha mehmon va mezbonlarga, mana shu xonadonning sohib va sohibalariga avvalambor o'zimizning yaxshi tilaklarimizni, salomlarimizni yo'llab qolamiz. Har biringizning xonadoningizga mana shunday tantanalar ko'payaversin. Otajonim, onajonim, bugungi shukronali ayyomlar yana bir bora muborak bo'lsin. Tabrik so'zlarini boshlashdan avval mana shunday chiroyli sovg'alarimizni sizga topshirib qo'yishdan avval agar ruxsat bersangiz, dadajonlar sizga chiroyli savol bermoqchiman, maylimi? Bugun sizning kimlar tomonidan xonadoningizga tug'ilgan kunlaringiz bilan, Muhammadga ummat bo'lgan yoshlaringiz bilan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Marhamat amakijon. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ishlaringiz omadli bo'lsin. Hamma sog' salomat bo'lsin. Ya, bu qizimiz sizlarni tashrif beribdi, doim sog' bo'lsin, ishi omadli bo'lsin. Sizlarga ham rahmat. Chiroyli qaysagilamiz amakijonimiz, amakijon bilasiz, bugun halol rizq nasibat berib musofir yurtlarda yurgan opamiz Nigora opamiz tomonidan hamda kuyovingiz Shahroz akamiz tomonidan shukronali ayyomlaringiz bilan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Mana shunday chiroyli qarsaklar sizlar uchun shukronali ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. O'ylab yur qancha odam bor, dadasini davrida. Amakijon bilasiz, biz bu yerga kelishdan avval Nigora opamiz bilan dildan suhbatlashganimizda bugun uyimizda padara buzrukvorimizni, yiqilsak qalqonimizni, suyanchimizni, tog'imizni, onajonimizni suyanchlarini tug'ilgan kunlar, dadajonimizni shukronali ayyomlari. Har doim baxtimizga sog' bo'lsinlar. Dunyo turguncha tursinlar. Mana shu yoshgacha bizlarni yema yedirib, ichma ichtirib, kiydirib, eng yaxshi narsalarni muhayyo qildilar. Baxtimizga har doim sog' bo'lsinlar. Bu dunyoda o'zi barchani otasi, onasi o'z uchun
izozli, qadrli, lekin bizni dadajonimiz bilan onajonimizni tilga tuksallari yo'q. Har doim baxtimizga sog' bo'lsinlar. Mana shunday shukronali ayyomlarda chiroyli niyat qilganman. Dadajonim bilan ayajonimni haj safarlariga, umra safarlariga jo'natib, qalblarini iymon, e'tiqod nurlari bilan to'ldirib, uyimizga oppoq farishtalarday, oq liboslarda sovg'at to'kib olib kelib duogo'yimiz qilish niyatlarimiz bor. Baxtimizga har doim sog' bo'lsinlar. Mana shu maqsadga yetish yo'lida bugun birinchi qadamni qo'ydim. Dadajonimiz uchun qalbimizga iymon, e'tiqod nurlarini yog'diruvchi Qur'oni Karim kitoblarini, joy namozlarini, tasbihlarni, zamzam suvlarini berib boryapman. Dadajonimni qo'shlari har doim joy namozga egasini qo'chib masagilar ajoyib sovg'alarimizni tashrif qo'yadi. Marhamat Guluraxon. Dadajonimizga sovg'alar. Dedemni sayesinde Revanların gülleri Gülzarın gülsüllerim Dadajonimiz shukronali ayyomlari, lekin onajonimizni ham kunlari qurib qolishni xohlamaydi. Onajonimizga jannatda orom bizlarga ajoyib kunlarimizni chiroyli tashrif qo'yamiz. Shukronali ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Dedemni sayesinde Düşmanlar bilmedim Mana Nigora otamizga ham aziz farzandlari Sabinaxon, Shobbonaxon bilan Shodiyonaxon davramizda ekanlar. Chiroyli masagilar bilan Shobbonaxon bilan Shodiyonaxonni hamda Gulyuzaxonni davramizga chiroyli masagilar bilan chorlab qolamiz. Marhamat. Barcha nabirajonlarni. Marhamat, onajonlar tomonidan mana shunday ajoyib sovg'achalarimizni topshirib qo'yamiz. Ayiqchani olib keling. Gulyuzaxon siz uchun ham ajoyib sovg'alar aytangizni mana shunday ajoyib igrishkalardan qabul qilasiz. Shukronali ayyomlar, yana bir bayram muborak bo'lsin. Onajonim xursandmisiz? Har doim xursandchiligingiz, xursandchilikga erishgan xonadonda yaxshi to'ylar qilish nasibi ro'za aylasin. Yana bir bora shukronali ayyomlar muborak bo'lsin. Barchangizni davomli qishlariga mehmonlar bilan tabriklamiz. Marhamat. Tugamassiz düşün aytilar rahmatim biz uchun har onda quvonchga to'yingda 80-90da yasharib yuringda dadajonim mana onajonim mana olamda ikkimiz yagonam mana dadajonim mana onajonim mana hali ham yonimda parvonim mana Yosh o'tdi deb ranjimang, barchangiz oyudeksiz, bizni ko'z bilan qarang, 40 yoshda ham guldeksiz. Yoning tutdi haloli, farzandlarda xayoli, o'zbekimning ayoli, 40 yoshda ham guldeksiz. Opalar, hoy opalar, bo'lmang sira xafalar, malikam deb erkalar, sizlarni bek akalar. Opalar, hoy opalar, bo'lmang sira xafalar, malikam deb erkalar, sizlarni bek akalar. Bizni Qur'onga shaylang, yoqqan nomi saylang, pochchani ham avaylang, yoshda ham guldeksiz. Bizni Qur'onga shaylang, yoqqan nomi saylang, pochchani ham avaylang, yoshda ham guldeksiz. Dildorini chertgani, sizlarni shod etgani, asl keldi aytgani, 40 yoshda ham guldeksiz. Keldi aytgani, 40 yoshda ham guldeksiz. Opalar, hoy opalar, bo'lmang sira xafalar, malikam deb erkalar, sizlarni bek akalar. Opalar, hoy opalar, bo'lmang sira xafalar, malikam deb erkalar, sizlarni bek akalar. Yashang hopa. Yashang hopa. Hey 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 Opalar, hoy
akalar Opalar, hoy opalar Bo'lmang sira xafalar Malikam deb erkalar Sizlarni bek akalar Opalar Bo'lmang sira xafalar Malikam deb erkalar Sizlarni bek akalar Opalar Bo'lmang sira xafalar Malikam deb erkalar Sizlarni bek akalar Malikam deb erkalar Sizlarni bek akalar Sana bende bulundur Sualamında bari Uzun salın kalbime Gitme gözümden nerede Kimini sever yar Sen sonra bana Bana bir bak bak Bana bir bak bak Bana bir bak 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 Bana bir bak bak Hadi ya.
Hossabi la vista Royu bu qalban Oli azizam Jigariman, asaliman Jabi diyo basoyman Yoyman, dilbariman Maktobi xushkil shakoyman Jigariman, asaliman Jabi diyo basoyman Yoyman, dilbariman Maktobi xushkil shakoyman شکایت کردم کسی شده دو دفترم هرچند تو رو میخونم تو بی من خونه دیگه قهر میمونم جیگری من اصلی من تو شبی بیا بسوی من دنیای من دلبری من خوابی خوشگل شبای من جیگری من اصلی من تو شبی بیا بسوی من دنیای من دلبری من مختابی خوشگل شبای من Yana bir bora tavallud kunlar muborak bo'lsin. Tabrigimizga amakijonimiz va onajonimiz yana bir bora chalib qolamiz. Marhamat amakijon, keling. Amakijon, Nigora opamiz sizni xursand qilishni yana bir ajoyib sovg'alar taxlagan ekanlar. Bilamizki, har qanday bayramlar, shodiyolar, shirinliklarsiz ajoyib tortlarimiz siz o'tmay davramizga siz uchun maxsus tayyorlangan davlatdan otamiz tortlarni ajoyib musiqalar asosida taklif etamiz. Marhamat, shukronali ayyomlar yana bir bora muborak bo'lsin. Shukronali kunlar muborak bo'lsin. Oqsatiramiz qattiqgina bilan. Amakijon, shukronali ayyomlar yana bir bora muborak bo'lsin. Mana shu tortlarimiz yaxshi niyatlari bilan kesib, Nigora opamni aziz farzandlariga yedirib qo'yasizmi? Marhamat. Bugün sizi şirin arzular ya da bir bol bahriga tutdilar. Aytadilar bir taqdirlar, umringiz go'zal baxtlarga to'lsin. Yuzi shirin tabassum ila dadajonlari shukronali ayollari yana bir bora muborak bo'lsin. Marhamat. ayyomlar yana bir bora muborak bo'lsin. Dadajonim tavallud kunlari, lekin onajonimni ham bir xursand qilib kelding. Onajonim uchun bir ajoyib qo'shiq hikoyat bergansizlar. Agar ruxsat bersangiz, onajonlar uchun bu mening ashulasini marhamat, onajonlar uchun yangilatadi. Marhamat. Topgan menga
menga jonini otgan barchaksan yonimda mo'ltirab yotgan bu mening onam bu mening onam qushtinsa tinmagan bedorim bu ushoq jonimga madorim yelpizli lolali bahorim bu mening onam bu mening onam yana bir bora shukronali ayyomlar muborak bo'lsa, mana shu chala qasoqa onajonimiz uchun chala qasoqa qasdlab qo'yaylik. Onajonim. Marhamat, Gulidaxon qaralar, Gulidaxonning ajoyib sovg'alari bor ekan dadajonlari uchun. Marhamat, Gulidaxonda davramizga chalib qolib dadajonlari uchun atalgan ajoyib sovg'alarimizni tashirib qo'yamiz. Marhamat, anundan oldin onajonimiz chiroyli qilib gapirib qo'ydilar. Marhamat, onajon, mana shu kameraga qarab farzandingizga yuragingizdagi eng go'zal, eng samimiy tilaklaringizni tilab tursiz. Ular ko'rib turibdilar. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, og'aynilar. Hammalari xonadonimizga xush kelibsizlar. Men shu xo'jayinim bosh egam nima bo'lsa ham yuzlarga kirsin. Yuzga kirganda ham mana shu xursandchilik davrasida kutib olaylik. Qizim Nigora, o'g'lim deganman kuyovim Imal Shahruz. Iloyi yuzlarga kirsin, martabasi ulug' bo'lsin, topganiga baraka bersin. Nima niyati bo'lsa niyatiga yetsin, moshinlar minsin, uylar qilsin, to'ylar qilsin. Mana shu og'aynilar to'y qilganda, uy qilganda hammamiz to'ylar boraylik. Biriga ming bersin. Oltin boshi omon bo'lsin. Sog' bo'lsin, balalarni baxtiga sog' bo'lsin. Keyingilar o'g'il bo'lsin-da, sunnat to'ylar, beshik to'ylar, aqiqa to'ylar qilsin. Ilohim shunday bo'lsin. Nima bo'lsa ham uy to'y qilganda hammamiz boraylik. O'sha baxtli bo'lsin, o'shalar meni peshanamga sog' bo'lsin. Mana balalarimni peshanasiga sog' bo'lsin. Kelib turib balalarga egalik qilsin. Bag'ri to'lib qolsin. Katta rahmat sizlarga ham birlaringga ming bersin. Charchamanglar iydi xizmatida baraka topinglar. Uzoq umr ko'ringlar. Rahmat.
Shunday xursandman, boshim ko'kka yetguncha ta'zimnoma Rahmat onajonim, boringizga shukr. Sog' bo'linglar, nima bo'lsa, katta rahmat. Men uchun ham gapiravering. Marhamat, ana shu uyning ustuni qiblaga suyanchi, mana shu tug'ilgan kunning savobini natijalardan tushib etiladigan eshitamiz. Marhamat. Doim sog' salomat uylar, uzunay qizlarni kuyovini doim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, ishlari omadli bo'lsin. Ballarni vaqtiga doim sog' salomat o'ynab turib ishlayversinlar. Chegirda to'ylar qilsin. Rahmat chegirlaringiz doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Omadli bo'lsin ishlaringiz. Otajonim, marhamat, kichkina qizingiz tomonidan mana shunday ajoyib portretlarni qabul qilasiz. Shukronlar ayyomlarga bir bora muborak bo'lsin. Magan sabah bo'ldi o'tgan kun yuz berib ketgan kun yurbanim onam bor magan o'tgan kun sabah bo'ldi o'tgan kun do'stim yuz berib ketgan kun panohkorim otam bor Otajonim, onajonim, xursand bo'linglar, har doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugun sizni ko'nglingizni ko'taradigan bo'lsak, o'zimizning ajoyib tabriklarimiz bilan, ajoyib sovg'alarimiz bilan sizni xonadoningizga ozgina bo'lsa ham tabassum, tug'ilgan kun shukuhini salorgan bo'lsak, biz ijodiyimiz bilan, agentvamiz bilan yagona